Ey Allah, o'zingga shukr. Voy, yaxshimisizlar, akalar, tuzumsizlar? Nima gap? O'zingizlarda. Tuzumsizlar, bolalaringni magazinga chiqarayotganda mana pul muncha bo'ladi, bunaqa olg'in deb chiqaringlar, sizlardan iltimos. Akalar, roltinga chiqqan ekan, bir yosh bola 4 minglik roltin bering dedi. 4 ming roltin berdi, mana pulni berdi menga. Mana shu pulni berdi. Hozir men mana 5 ming so'mlik, mana 1000 so'mlik ekan-da. Shunda hozir 4 ming rolton olgan bo'lsa, 1000 so'm zdach berishim kerakmi? Ya u 3 ming qarzmi menga? Shuni bilmayapman. Boshim qotyapti, nima qilishga? Nima qilaymikin? 3 ming qarzmikin, ya 1000 so'm zdach berib beraymikin? Shunga bir izoh berib beringlar.